Premium kачествоda krossovka so'rayotganlar uchun sizlarga premium kачестводagi krossovkalarimizni olib kelganmiz. O'zi brendini bilasizlar, juda ham bu yil 2026-2025-yil uchun juda ham trendga chiqdi. Главный fishkasini sizlarga oldingi videoda ham aytib o'tdim. Главный fishkasi подошвасы kirligida. Amerikada juda ham trendga chiqdi. Imенно yoshlarning o'rtasida mana shunaqa бомжеский stilda, ya'ni kirroq stilda kiyinish modaga chiqqani uchun bu krossovkalarimiz ham специально главный fishkasini mana shunaqa kir qilib ishlagan. Tegini artmaydi, tipa бомжеский stilda yuradi. O'shaning uchun ham специально shunaqa fishka qilishgan. Stelkalari ajraladi, hozir ajrata olmadim. No, ajraladi stelkasi. И buni ikki xil kачествоsi kelganda bizada вот qaranglar. Mana bunaqa o'zini birkalari bilan premium kачество bor. Juda ham zo'r kачество, maza qilib kiyasizlar. Mana bu modellari ham nalichida kelgan. Adashmasam buni yechib qo'ysa bo'ladi. Mana bu anaqa bog'ichiga bog'langanda, buni yechib, krossovkani kir mashinaga o'zini специально chexollariga solib yuvsanglar bo'ladi. Kojinli model hisoblanadi. Bular ham xuddi shunaqa. Buni korobkasi bunaqa korobkada kelgan bu. Mana bu вообще premium korobkada kelgan. O'zi birga bir korobkasida kelgan. Qaranglar mana. Hozir ko'rdik. Mana polni ichida paketi, yozuvlari, pechatlari, hamma narsasi bilan qizlar. O'zi bilgan biladi, kачествоsi yaxshi narsani kiyib ko'rgan odam sirasi biladi mana. Polni paketlari bor, ichida dokumentlari bor. Даже освежителлarigacha ichida bo'lib kelgan. Вообще kачествоsi zo'r qizlar mana. Hamma narsasi ichida, namlin tortib oladigani, даже bu yoqqa qaranglar, mana korobkasini, pechatlari polni qo'yilgan hamma narsasi. Xarid qilsanglar, maza qilib kiyasizlar, chunki kачествоsi juda ham zo'r hisoblanadi bularning.